Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Ko'rib turganingiz O'zbekiston kanali, lekin men Free Fire bo'yicha ham kontent terib boraman. Free Fire'ni ham o'ynab boraman. Lekin ko'rib turganingizdek tepada chiqib turgan bir raqamda Onyx Speedy. Avvalambor 10 mingta bo'lganim uchun rahmat. Mana 12 mingta, 12,5 mingta qilishyapmiz. Xudo xolasa 20 mingtaga ham harakat. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bola birinchi raundni ham oldi. Shot unda. Hop. Bu bolaga hozircha erkinlik beryapmiz. Keyin ko'rsatib qo'yaman qanday o'ynash kerakligini. Aytganday, har doimgidek shu tepada turgan Onyx Speedy'ga nik tashlasalaring. Xudo xolasa streamni ham boshlayman tez orada. Jonli efirni ham boshlayman. Menga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga obuna bo'ldim deb o'zning ID-niklarini yozib qoldiringlar. Keyin shuni druza tashab qo'yinglar. Men druza tashadim deb, obuna bo'ldim ham deb. Davay balla go. Druza bilan parafaltarlab olgan bo'lgan. Kam qolgan payt urdim. 33 hippa jon qolgan ekan. Aytganday, avvalambor 10 mingta bo'lganim uchun rahmat. 20 mingtaga harakat, endiga harakat, 20 mingtaga harakat. Padishkani ayamaymiz O'zbekiston, padishkani ayamaymiz. Padishkadan to'xtamaymiz. Free Fire oldinlari men Free Fire bo'yicha kontent yuritib borardim. Bu kontentni ancha tashab qo'ydim. Hozircha faqat shortslarda boshqacha qilib kontent qilib yuboryapman. Obuna yig'ish uchun endi monetizatsiya ulash uchun menga 4000 soat kerak. Shu 4000 soatni yig'ishim shart. Menga yordam bersalaring. Mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar iltimos. Mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Menga juda zarur. Obuna bo'lishni unutmanglar. Davay balla go, obuna bo'linglar. Shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozircha hisob 3-2. Bu bolaga biroz erkinlik berib yubordim. Ko'ramiz nechiga chiqdi ekan. Yana 2 raund bersam ekan debman unga. Qo'y 2 raund bersakmigina deganlar chiqib berib, Ya 1 raund o'zi yetamikan? Mayli 1 raund berakchi bunga bolaga. Молодец. Oho. Emotsiyalar chatoqqa buni. Hoppa.
YouTube'ga quyutqinaman. Davay bolalar, go. Obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Like, comment bosib qoldiring.